katta ehtimol bilan stoplarimiz bo'ladi. Bilgandik stoplarimiz urishini. Volatilimiz juda katta. 0.27 dan 39 dollar minus bo'lardi, 30 dollar minus bo'lardi. Prям stoplarni hammasi nerealni katta holatlarni beryapti. Shuning uchun bitta optimalniy zonani kutib, o'sha zonadan chiqib ketishga harakat qilamiz endi. Mana ko'rib turganlarda stopimizni olib ketish harakatini qilyapti. Agar mana bu joyda ko'rib olganimda ham, mana bu joyda сделка ko'rgandek bo'ldim. Buy pozitsiyadan chiqib ketgim kelmadi. Shuni o'zi 17 punkt bo'lyapti akalar. 1 minutlik shamma o'zi 17 punkt. Nerealni katta harakat. Mana buni o'zi bo'layotganida 67 punkt. Nerealni harakat, prям nerealni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuzimizlar, charchamayapsizlar. Hop, ko'rib turganinglardek biz ikkita joyda pozitsiyaga kirgandik bugun. Mana shu zonamiz. Bu zonada ko'rib turgan bo'lsanglar, bir marta сделкаga kirdik. Bu сделкamizni mana bu joyda stop olib qo'ydi. Undan keyin yana bitta confirmation berdi. Kirdik. Bunimizni ham stopini olib qo'ydi. Va уже keyin bu joydan kirganimizni tepasini oldi. Nimaga? Ko'rayotganinglarda mana yo'nalishimiz to'ppa-to'g'ri bo'lgan. Mana shu zonadan как положено 50 punkt harakat qilgan bozor. Endi bu joyda bizni yo'nalimiz mana ko'rayotgan bo'lsanglar 0.27 dan ochilgan, lekin shu 0.27 dan ochilgani ham 5 stoplarni urib tashladi. Sababi endi qaranglar 1 2 3 4 5 6 7 8 ta qilingan. Bu yerda 10 ta bo'lsa 2 7 lot bo'ladi. Bu yerda ikkita riskini olib turib, ya'ni 8 ta emas 10 ta 0.27 dan ochilgan bo'ladi. Shunday 0.27 emas 2 7 lot bo'ladi. Mana bu bizning foydamiz olgan. Mana bu joyda absolutni kichkina stop qo'yishi imkoni ham bo'lgani yo'q. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu joyda ochganda ham nima bo'lyapti? 0.20 olib ketdi. 0.27 bo'ladi. Qaranglar, bittadan so'z ko'rsatib beraman sizlarga. Bu 0.27 emas. 0.27. Hop. Qaranglar, bittadan ko'rsatib beraman. Buni olib tashlayman. Buni olib tashlaymiz. Birinchi depozitni ko'rsataman. Depozitimiz 43.403 dollar bo'ldi. Inshaalloh. O'sha shotimiz 154 62 584. Bugungi profitimiz 1115 dollar bo'ldi. Endi qaranglar. Mana bu joyda ochdim. Mana bu joyda stop. Ko'rasizlar, mana bu yerda urdi stopni. Sразу stopni yana survordi. Surib mana bu joyda yopdi. Ya'ni 359 dollardan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 350 dollar, 350 dollar. Mana buni 289 dan yopgan. Keyingilarini ham ko'rsak bo'ladi. Keyingilarda ham xuddi shu сделка, ya'ni ochildi. Mana bu joydan сделкаlar ochildi. Mana bu сделка ochildi. Buni endi stopini ko'radigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsak 262 dollardan urdi. Eng qizig'i alam qiladigani nimada?
Mana bu joyda M3 time frame ga olsak, mana M3 time frame da bozor yopila olmadi. Bu joyda o'zi men stop qo'ymay turishim kerak edi aslida. Sababi mana bu yopila olmagandi. Mana bu ham tasdiq berib qo'ygandi o'zi. Shuning uchun ham men bu joyda bayga kirgandim. Afsuski bayimiz o'xshamadi. Ya'ni bayimiz bermadi. Birinchi сделка mana bu tasdiq bergandan keyin, birinchi сделка qaranglar. Mana bu tasdiq bergandan keyin, mana bu sham tasdiq bergandan keyin mana bu joyda kirilgan, ko'rasizlarmi? Keyin bu narsa stop olgan. Keyin уже, ya'ni mana bu yerda minutlar ko'rinadi-ku, sekundlar ko'rinadi. Mana bu yopilishidan oldin bo'ldi, уже tasdiq berib bo'lgan, tepada yopilishi bo'yicha tasdiq bergan, sразу biz сделка kirdik. Bu stop urib, keyin uchib ketdi. Ya'ni yo'nalish boshidanoq to'g'ri bo'lgan. Faqatgina o'sha bizdagi xato nimada bo'lgan? O'zi aslida mana bu zonamga nisbatan bozor o'zini time frame'ida yopilib bermagunicha men сделкаdan chiqmasligim kerak edi. No, bu yerda stop nimaga qo'yamiz? Sababi kodda minus bo'lib ketmasligi uchun. Shuning uchun ham buni tagiga stop qo'ygandim. No, bunimni stopimni ko'rganinglardek bitta ildi, shu bilan bozor bu joyga qaytib kelgani ham yo'q. Endi undan keyin уже yana bozor yopilish berdi. Bo'ldi, tasdiq aniq bo'ldi. Ya'ni ko'rayotganinglarda yopilish berdi, tasdiq aniq bo'ldi. Bu joyda M1 time frame'da сделкаga biz kirdik. Shu сделкani mana bu joyda olib chiqib ketdik. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bozor mana uchib ketdi dalshi. Mana bu joyda уже bozor biz сделкаga kirishga ulgurdik. Сделка kirganimizdan keyin bozor minimum maksimumini yengilagandan keyin tepaga borishi aniq bo'ldi. Tepa ham ko'rayotgan bo'lsanglar aniq qo'yilgan. Imенно tepaga kelib ozgincha otib, keyin tepaga chiqib ketgan. Bu joyni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Bu joyda ham xuddi shu. O'zi yasab ketgan resisteniga kelib turib, botdan confirmation M2 da berib, keyin bu joydan uchib ketgan. Ya'ni yo'nalish boshidanoq to'g'ri bo'lgan. Bu joyda M5 ham ko'rsanglar bo'ladi, mana. M5 time frame'da ham confirmation berib ketgan. M15 da lekin bermagan. M15 da tikka chiqib ketdi. Mana shu zonadan qaranglar. Mana shu narsani esingizda tutsin, men hozir videosini ham qo'yib beraman. Mana shu zonaga nisbatan agar zona yopilish bersa, bitta orqaga yurish bo'ladi. Aniq yurish bo'ladi. Qarab turinglar. Mana shu narsaga ahamiyat berib turinglar. Bu narsani videosini ham qo'yaman hali. Mana shu narsaga bizga qiziq tarafi bor, ya'ni bozor mana bu zona bo'lsa, mana bu zona bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan bitta atkati bo'ladi bozor. Bitta atkat yana darshi davom etadi. Ko'ramiz yog'ini qatgacha atkat bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi ichkidagi kichkina time frame'lardan bozor o'ziga nimadir yasashi mumkin. Yasagandan keyin chiqib ketishi mumkin. Ungacha chiqmaydi, akalar. Men aniq garantiya beraman, bu joyda hech qanaqa qayta chiqishli degan narsa bo'lmaydi. Bu joyda bozor mana sekin razvorot holatiga o'tyapti. Halichalik polni to'la o'tgani yo'q. Adashib ketdim. To'la qolli o'tgani yo'q. Shuning uchun kutib turamiz. Xo'p. Bizda shunaqa gaplar, xudo xolasa bugun 31-dekabr haftani nechinchi kuni? Chorshanbami o'rta? Bugun chorshanba. 31-dekabr foydasini ham inshaalloh qildik. Bugun to'g'risi adashib ketdim. Esimda ham yo'q. Challenge nechinchi kunligi. Adashmasam 17-kuni, 18-kunimi. Bu bo'yicha, ya'ni 31-dekabrga hali hozir ofisga borib, yana bitta video qilaman, xudo xolasa. O'sha videoda inshaalloh ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketaman. Hozircha bizda shunaqa gaplar, okalar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Sizlarga boya aytdim. Что M15 dan qaytadi deb boya aytgandim. Mana o'sha joy. Ko'rganinglardek,
boyagi videoda ko'rasizlar, orqadagi videoda. Mana bu joyda biz bayi olib chiqib, ya'ni kunlik pozitsiyamizni yopgandik. Boy bitta videoda aytgandim, что mana bu joydan bozor razvorot oladi. Chunki mana bu joyda bozor tasdig'ini berib qo'ydi. Mana bu joyda bozor tasdig'ini berib qo'ygandi. Bu joy уже o'zi uchun kichkina time frame shakllanib ketadigan joy edi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu zonani o'zidan bozor как положено mana yurdi. Necha punkt yurdi? 3 punkt yuribdi. Mana bu joyda ham kichkina time frame bor edi. Bozori mana shu joy bor edi. Mana shu joyi bor edi. Bozor ko'rib turganinglardek, именно shu yerga tiqib, shu joyda confirmation berib, shu joy o'zidan yurdi. Hop. Necha punkt? 10 punkt yuribdi yana, 10 punkt harakat qildi. Katta ehtimol bilan bozor yana tepaga endi harakatlanadi. Ya'ni mana shu примерно zonalarning o'zidan, mana shu zonalarning o'zidan yana tepaga harakat qiladi. Chunki hayni buzdi. Bu joydan yana tepaga harakat qiladi. Mana bu zona tana bilan buziladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan biz uchib ketamiz. Agar zona mana bunga nisbatan pastda yopilib oladigan bo'lsa, birinchi tepa mana shu zonani o'zi, agar zonani breakout qilib qo'yadigan bo'lsa, 99.9% ehtimol bilan yana shu 42-80 zonasiga tushamiz. Xo'p, bugungi foydamiz bizada $1115 bo'ldi. Boya sizlarga tushuntirdim. Mana buni likvidnost ertalab slishkin katta bo'lib ketganini hisobiga prям stop urganda momentda stop bo'lsa, lekin stopimizni mana bu joyda yopyapti. Ya'ni bu broker qaysidir ma'noda balki o'yini, balki o'sha yopishga ulgurmaganligi, balki setimizda, ya'ni o'ziga yarasha anaqalari bo'lgan. Ko'rayotganinglardek, общий holatda bizda birinchi zelkamiz yopilgan. Даже mana ko'rayotganinglardek stop qo'yishga ham ulgurmaganman. Sразу oqib ketib qolgan ochganimizdan keyin. Уже 3 ta ochganimizdan keyin bu joyda уже mana ko'rganinglardek 5 ta ochganmiz. Bu 5 ta ham stop urgan, keyin undan keyin уже mana shu hammasi birlashtirilgan holatda bittadan 207 ta ochilgan. 207 ning o'zi $3,500 foyda bergan. Bundan oldingi zararlarni ham qoplagan va bizni bugungi foydaga ham olib chiqqan. Bugun bizda 31-dekabr. Bugun bizda 31-dekabr. Hozircha biz ofisdamiz. Bolalar ofisda turganinglardek. Hozir kompyuterlarni yoqib, qolgan ishlarimizni qilamiz. Shunaqa gaplar okalar, xudo xolasa inshaalloh biz davom etamiz challenge'imizni nechinchi kuni уже esimda ham yo'q. Adashmasam bugun уже 14-kunimi, 11 yo даже 15 emas. Yo 17 yoki 18-kuni. Xudoga shukr. Hammasi biz xohlaganimizdek yaxshi ketyapti. Inshaalloh yana dalshi davom ettiramiz. Nima gap nima so'z, qolganini 30 kundan keyin ko'ramiz. Bugungi kunimiz ham alhamdulillah muvaffaqiyatli yakunlandi. O'zimizni ishimizni bajardik, o'zimizni anaqamizni qildik, profitlarimizni oldik. Buyog'iga endi xudo xolasa gazini bosamiz. 1-2 yanvarlardan уже menimcha 26dan savdo qilmayman, уже keyingi haftadan boshlaymiz. Agar ertaga 1 bo'lsa 2, 3, 4, 5-sanadan xudo xolasa challenge'imizni yana davom ettiramiz. Bugungi holat bilan xudo xolasa hamma challenge'imiz yopiladi. Ya'ni bizda общий holatimizda $43,403 foyda bo'ldi. Общий foyda. O'sha akkauntimiz 154-62-584 akkauntimiz. Hammasi original, hech qanaqa Xitoy emas. Xudo xolasa challenge'imizni davom ettiraveramiz va nasib qilsa nima gap, nima so'z, hammasini ko'rib, tomosha qilib borasizlar. 30 kun qilamiz deb va'da bergandik va inshaalloh 30 kun как положено, stabilniy
challengeimizni davom ettiramiz va siz bu challenge'ni ko'rib borsangiz bo'ladi, xudo xolos. Hammanglarni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlab qolaman. Ilohim 2026-yil nima niyat qilgan bo'lsanglar, Alloh taolo barcha niyatlaringizga erishtirsin. Xudo xolasa bu abadiydagi bolalar uchun ham tegishli. Inshaalloh saytimizdagi bolalar bilan, ya'ni abadiydagi bolalar bilan Xudo xolasa 26-yili inshaalloh yorib chiqamiz. Biroq o'zi Allohdan biz yaxshi niyat qilamiz, harakat qilamiz, sabablarini qilamiz. Qolgani o'sha sekin-sekin o'zini yo'li, o'zini vaqti, o'zini soati bilan inshaalloh hammasi bo'ladi. Bizda hozircha shunaqa gaplar. Bog'ni davom ettiramiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar.